Xudo yo'q, na osmonda, na yerda. Agar Xudo bo'lsa, uning ham dini bormi? Siz qaysi dinga e'tiqod qilasiz? O'shanda men sizlarga bir ertak aytib beraman. Men insonparvarlikni e'tiqod qilaman. Mana mening dinim. Qaysi Xudoga ishonaman? Mana mening Xudoyim Benjamin. Men qo'rqmayman. Hatto Xudodan ham qo'rqmayman. Xudoga ishonasammi? Men o'zimga hammadan ko'proq ishonaman. Xudoning oldiga tushib qolsang, unga nima deysan? Qayerda kafolat? Men uning oldiga boramanmi? Ota bilan Xudoni solishtirish mumkinmi? Men uchun ota Xudodan ham yuqori. Qaysi Xudoga ishonasan? Benjaminga. U $100 chizilgan.